O'zbekiston Respublikasi Mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan sportning karting turi bo'yicha O'zbekiston chempionati bahslari bo'lib o'tdi. Respublikamizning turli hududlari hamda poytaxtimizdan 60 ga yaqin sportchilar o'z omadlarini sinab ko'rishdi. Birinchilikda 6 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan karting ishqibozlarining ishtirokiga guvoh bo'ldik. Sportchilar mini, mikro, junior, super mini, KF hamda KZ toifasida startga chiqishdi. Bu karting sport turiga meni onam qiziqtirgan. Birinchi kelganimda musobaqaga kelganman. Musobaqada o'rin ololmaganman. Undan keyingi musobaqalarda 2-chi, 3-chi o'rinlarni olganman. Xudo xolasa mana shu bugun bo'lib o'tayotgan musobaqada birinchi o'rinni olishga harakat qilaman. Bu karting sport turida qizlar kam. Shuning uchun o'zimni tengdosh qizlarni taklif etib qolaman. Bu sport yosh avlod uchun Formula 1 yoki boshqa professional avtomobil poygalariga yo'l ochib beruvchi ilk bosqich hisoblanadi. Karting haydovchilik ko'nikmasini oshirishda, refleks va muvozanatni rivojlantirishda, poyga strategiyasi, raqobatbardoshlik va boshqaruvni o'rganishga yordam beradi. Kadetlar o'rtasida kechgan poygada Artyom Usheka eng yaxshi natija qayd etdi. Keyingi o'rinlar Amir Hamrayev va Daniel Shevtsovga nasib etdi. Katta yoshlilar bahsi kutilganidek tezkor va shiddatli o'tdi. Unda Toshkent viloyati vakili Ayder Haydarov birinchi bo'lib marra chizig'ini kesib o'tdi. Ikkinchi bo'lib Kristina Tsepkova yetib keldi. Uchinchi o'rin Farruh Muratovga nasib etdi. Musobaqani asosiy maqsadimiz yoshlarni ana shu sportga, avtomotosportga jalb qilib, qiziqtirishni ko'paytirish. Yoshlarimizga omad tilaymiz. Shu tomondan o'zimizni tomonidan qo'limizdan kelgan harakat qilib, shu yoshlarimiz sportga qiziqishi kamaymasin. Yakuniy natijalarga ko'ra umumjamoa hisobida Toshkent shahar vakillari finishga birinchilardan bo'lib yetib kelishdi. Ikkinchi o'rin Toshkent viloyati jamoasiga nasib etdi. Namangan viloyati vakillari kuchli uchlikka yakun yasashdi. G'oliblar vatanparvar tashkiloti tomonidan taqdim etilgan medal, diplom hamda esdalik sovg'alar bilan rag'batlantirildi. Bundan tashqari Samarqand shahrida sportning avtomobil turi bo'yicha mamlakat birinchiligi bo'lib o'tdi.